So'ngra insonlar jamlanadi. Birinchi safdagilar oldinda bo'ladilar. Jannatga ketadiganlar o'ng tomonda, do'zaxga mahkum qilinganlar chap tomonda bo'ladilar. Barcha odamlar o'z guruhlariga ajratiladi va ularga o'z amallari yozilgan kitoblar beriladi. Ular kitoblarini o'zlari o'qiydilar. Qanchalik og'ir kun. Alloh insonlarga aytadi: "O'zingizning kitobingizni o'qing. Bugun siz o'z amallaringizga o'zingiz guvohlik berasiz." Odamlar o'z tillari bilan shunday deydilar: "Falon kuni men Allohga bo'ysunmadim, ammo falon kuni undan qo'rqib gunohdan qaytdim." Ular o'zlarining butun hayotini qayta yodga olishadi va kimlarnidir Alloh rahmiga oladi. Ularga aytiladi: "Men bu gunohlaringni dunyoda yashirgan edim. Bugun esa ularni butunlay kechirdim." Lekin boshqalarga aytiladi: "Sen dunyoda meni unutding. Bugun esa men seni unutaman." Alloh taolo bizni o'z rahmati bilan o'rab olgan bandalaridan qilsin.